shaxslarga marhamat kirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Nima xizmat jiyan? Korxonangizga ishga kirmoqchi edim. Xo'p, ishingni hal qilamiz. Hozir ekan salom aytib. Shart emas-ku. Bu oddiy suhbat emas. Bu boshqa narsa. Rahmat. Sog' bo'ling. Bu adolatda buqish, manfaatli to'qnashuv. Agar men jim tursam, kimdir adolatdan mahrum bo'ladi. Assalomu alaykum, mumkinmi? Korrupsiyaga guvoh bo'lib qoldim. Shu haqida ma'lumot bergan kelgandim. Sizga kattakon rahmat. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Korrupsiyaviy harakatlar bo'yicha xabar bergan biror bir jismoniy va yuridik shaxslar javobgarlikka tortilmaydi. Ular davlat himoyasi ostidadir. Korrupsiya bu mansabdor shaxslarning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarini shaxsiy boyish maqsadlarida suiiste'mol qilishdan iborat amaliyotdir. Agar siz ham korrupsiyaviy holatlarga duch kelsangiz, korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasiga aloqa kanallari orqali murojaat qilishingiz mumkin.